Qandiyor? Hoshim aka, assalomu alaykum akajon, qalaysiz? Hoshimning o'g'li, sinfdosh, qalaysan? Yaxshimisiz? Tuzilishlar nima qilyapsizlar? Ha, sen o'zing nima qilyapsan bu yoqda? O'zimni do'konimizda mana katta qilib aniq qilib o'zimizda sotuvlar qilamiz. Zo'r. Esingdami, o'qituvchimiz menga 2 qo'yotdi-da, senga faqat faxriy yorliq beryotardida. Hozir menda mana do'konim bor-da, bunda faqat faxriy yorliq bor-da. Sana raqobatching kim? Ortiqxo'jayev. Seriozmi? Bir menda pul ko'payib ketyapti-da, bir ularda ko'payib ketyapti. Teng olishmoqmiz edi, nomeradagi shaharda kim bo'lyapti, topishmoqmiz edi. Sizlar nima qilyapsizlar? Nima uchun kelyapsizlar bu yoqqa? Texnika olgani keldik-da. Voy, joyiga kelibsizlar demaslik, hozir ko'rsatib boqqanlar. Hatta ana qilib ol, batta mana qilib oldi. Qandiyorjon? Men tushunmadim, 99 mingga shunda bu? Bizani ideya, meni ideya do'konimda hech qanaqangi boshlang'ich to'lovlari yo'q. Primer konditsioneri ham oyiga 99 ming so'm. Masalan, akajonim, mana shu primer xolodilnigini oyiga 99 ming so'mdan to'lab olsangiz bo'ladi. Mana shu gaz plitani ham oyiga 99 ming so'mdan to'lab olsangiz bo'ladi. Mana bu Larettoni borki, kir mashinasini ham oyiga 99 ming so'mdan to'lab olsangiz bo'ladi. Bunaqasi O'zbekistonda kamdan kam bo'ladi, faqatgina bizda. O'zbekistonda ideya do'konlarida, mening do'konimda bo'ladi. Chiroyli ham gapiryapti. Ha, yaxshi. O'rgandim. Samsung Galaxy A17 telefonni ham oyiga 99 ming so'mdan olsangiz bo'ladi. Va yana shuni mamnuniyat bilan ma'lum qilamanki, yuring. 43 talik smart televizorni ham oyiga 99 ming so'mdan to'lab olsangiz bo'ladi. Hoshim aka, gapim so'ngida nima demoqchiman? Qandiyor? Aka, nima? Nima gap sotib o'tirsan ha? Nima gap sotib o'tirsan? Shuncha yuk turibsan yoqda. Mehmonim kelgan. Ishdan ketding. Tayaqla. Hoshim aka. Qandiyorjon, nima u odam seni tepyapti? Shunday teptirib kibirini sindirib turaman-da endi. Qishloqqa qachon ketyapsizlar? Yarim soatda ketamiz. Menga ham joyga borib ketolmaysizlar. Nimaga? Ishchi. Qishloqni sog'di. Oddiylikni sog'di. Men charchadim shahardan. Hoshim aka, men qo'yaman bunaqalarni.